Assalomu alaykum echki ishqibozlari. Yana toza poroda echkilar sotishda davom etamiz, xudo xolasa. Bu echkimiz ham alpin poroda, nomiga zanin ham bor, sal-pal qonida. Birinchi tug'ish bo'ladi. Bo'ylari 70 sm. Takacha bolasi bor mana. O'zimiz simbaga qo'ydik mana. Bolasi mana. Bitta takacha bolasi. Tishlarini ham ko'rsatamiz, yelin formasini ham ko'rsatamiz. Xudo xolasa echki 2 litr beradi, xudo xolasa. Kami 2 litr, xudo xolasa. Onasi ham 4 litr sut bergan echkini bolasi. Tishini bitta ko'rsating-da, yelinni ham ko'rsatamiz. Mana tamam. Lekin birinchi tug'ish. Bolasi ham toza chiqqan. Endi bolasi hem yurgan holati bu. Yana. Lekin ana sog'ilishi juda oson ekan. Yana yaxshi ekan. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilaverasizlar mana.